Bolalar, mana bu rasmdagi nusxaga yaxshilab e'tibor beringlar. Bu odamni eslab qolinglar. Real Madrid bilan buni nima bog'lab turadi degan savolga hozir javob beraman. Mana shu odam hozir Ispaniyada hakamlar qo'mitasiga ekspert sifatida qo'shildi. Buni sohasi o'zi sun'iy intellekt. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana endi buni kimligini aytaman. Chema Alonso bu Real Madrid muxlisi, Messini, Barselonani it deb haqorat ham qilgan bu vaqtida Twitterda. Bundan tashqari Twitterda Real Madrid muxlisiman, Hala Madrid deb yurgan odam mana shu bo'ladi. Bu sun'iy intellekt bo'yicha ekspert, tushunyapsizlarmi? Buni kompaniyalari bor. Ana videolarni yo'q narsani bor qilib qo'yadigan odam mana shu bo'ladi. Mana shu hakamlar qo'mitasiga qo'shildi. Endi tushunyapsizlarmi nima demoqchiman hozir? Real Madrid bu mavsumda Ispaniya La Ligasida, Ispaniya Kubogida va o'zi umuman Ispaniyadagi o'yinlarda raqib darvozasiga menimcha bir kamida 30 ta penalti tepadigan bo'ldi degani. Yoki Real Madrid darvozasiga urilgan halol gollarni ofsayd ekan deb chiziqlarni bu video montajchi-ku bu, sun'iy intellekt bu. Yo'q narsani bor qilib qo'yapti-ku, hozir shunaqa videolar ko'payib ketdi-ku. Mana shunaqa narsani yasab beradi bu. Realga gol urilgan paytda ofsayd chizib beradi xullas. Real ofsayddan gol urgan paytda o'yinchini tortib qo'yadi, tushunyapsizlarmi? Mana shu isqirt qiladi buni. Mana shu Realni fanati, suka.